Assalomu alaykum barchaga. Ayni damda Denov tumanidagi Buyuk Kelajak mahallasida turibman. Orqamda Lochin mahallasi. Xalq tilida Sassiqko'l chorrahasida turibman. Aniqrog'i, bu yerga turishimning sababi svetoforlar ishlamayapti-da. Nimaga ishlamayapti? Men hayronman. Sababi o'ng tomonimdan M41 xalqaro ahamiyatga ega yo'l o'tib ketgan, Denov tumanidan kesib. Nihoyatda serqatnov yo'lda bu. Oqim ko'p. Bu qanday necha kundan beri bu svetofor ishlamasligi mumkin-da? Tasavvur qilib bo'lmaydi. Undan tashqari bu mashinalardan ham tashqari piyodalar ham ko'p-da. To'g'rimda misol uchun O'zbekiston massivi joylashgan. O'ng tomonimda mez joylashgan. Yerga ham ko'p qavatli uylar bor. Chap tarafimda ham bor mana aholi gavjum. Odamlar piyoda o'tadi, qaytadi. Bularning xavfsizligini kim o'ylaydi? Mas'ullar mana shu holatga e'tibor qaratib, tez fursatda bu svetoforni ishlamayotganligini bartaraf qilishlarini so'rab qolamiz. E'tibor qaratganlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.